Yakshanba kunidagi dastavkalar davom etyapti. Hozir 5-6 modellarni dastavkaga tayyorlab qo'yganmiz. Shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Skidkada ketayotgan 2 bola uchun mo'ljallangan eng katta Jeep mashinamiz. 70-80 kiloga yuqorishga mo'ljallangan model. Summasiga keladigan bo'lsa 2800 ming so'm dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'lyapti. Hozir bundan ikkita dastavka tayyorlab qo'yganmiz. Bittasi Andijon viloyatiga, bittasi Toshkentga dastavka ketyapti. Hamda litsenziyali Gelevaga mashinamiz G63 modeli 24 volt yakundalari bilan jihozlangan 60 kiloga yuqorishga mo'ljallangan 2 kishilik model. Ushbu modelimizda $300 dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Qashqadaryo viloyati Shahrisabzga ketyapti ushbu dastavkamizda. Egalariga ko'pinglar yaxshilik qilmoqchi, egalari hali shu yerda, akanglar. Xo'p, bu mototsiklimiz ham Toshkentga ketyapti hamda 66-88 Gelevaga mashinamizda 70 kiloga yuqorishga mo'ljallangan 2 kishilik model. Shu modelimizda 24 volt yakundalari bilan jihozlangan bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsa $370 dastavka butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Summasi hamda model sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib ketinglar hamda jajji farzandi bor tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Ular uchun foydali bo'ladi.